Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston buxgalteriyasi uchun 3.0 tahriri bir eski korxona dasturi foydalanuvchilari. Bugungi video darsimizning mavzusi nomenklaturani komplektatsiya qilish va komplektatsiyadan chiqarish. Hujjatni yaratish uchun sklad menyusidagi komplektatsiya nomenklaturi bo'limiga kiriladi. So'ngra sazza tugmasi bosiladi va ochilgan oynada birin-ketin bo'sh maydonlarni to'ldiramiz. Quyida video operatsiya qismida komplektatsiya va razu komplektatsiya operatsiya turlari mavjud. Komplektatsiya bu bir nechta nomenklaturalarni bitta to'plamga yig'ish. Razi komplektatsiya esa bitta to'plamni bir nechta nomenklaturalarga bo'lish hisoblanadi. Nomer qismi o'zi avtomatik ravishda shakllanadi, sana esa kompyuterning sanasi bilan bir xil sanada bo'ladi. Agar xohlasak, sanani qo'lda o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Sklad qismiga o'tamiz va показать tugmasini bosamiz va quyidagi omborlar ro'yxatidan o'zimizga kerakli omborni tanlab olishimiz mumkin. Подразделение qismida показать tugmasini bosib, ushbu ro'yxatdan kerakli подразделение tanlashimiz yoki tanlamasligimiz ham mumkin. So'ngra komplekt qismiga o'tamiz, показать tugmasini bosib, ushbu ro'yxatdan yaratiladigan komplekt nomini tanlab qo'yishimiz mumkin. Va количество qismida komplekt miqdori yoziladi. Shoti-chota qismida esa komplektda ko'rsatgan nomenklaturaning buxgalteriya shoti tanlab qo'yiladi. Va pastki qismga o'tamiz va добавить tugmasini bosamiz. Показать tugmasini bossak, quyidagi nomenklaturalar ro'yxati chiqadi. Komplekt qismida yashik kofeni tanlab oldik. Kofeni tanlab olishimiz mumkin. Va yana добавить tugmasini bosib, yashikni tanlab olsak bo'ladi. Va количество qismida 5 yashik kofe uchun qancha kofe va qancha yashik ketishini ko'rsatishimiz mumkin. Deylik, har bir yashikka 8 tadan kofe ketadigan bo'lsa, 8 ko'paytirilgan 5 40 dona kofe ketadi. Yashikda esa 5 yashik. Bundan tashqari подбор tugmasini bosib, quyidagi только остатки bandini tanlash orqali ulgurji savdo ombordagi qoldiq tovarlar bo'yicha tovarlarni tanlab olishimiz mumkin. Tanlaganimizdan so'ng quyidagi maydonda tovarlarimiz ko'rinadi yoki заполнить tugmasini bosib, заполнить по спецификации tugmasini bossak, quyidagi oyna ochiladi va data tugmasini bosamiz. Agar quyidagi ochilgan maydonda nomenklatura spesifikatsiyasi bo'ladigan bo'lsa, tanlab qo'yishimiz mumkin yoki spesifikatsiya yaratish uchun sazza tugmasini bosib, bir yashik kofe uchun qancha mahsulot ketishini ko'rsatib qo'ysak bo'ladi. Pastki qismga o'tamiz va добавить yoki подбор tugmalarini bosishimiz mumkin. Bir yashik kofe uchun bizga yashik va kofe kerak bo'ladi. Bir yashik kofe uchun bir dona yashik kerak bo'ladi, kofe esa 8 ta. Записать закрыть tugmasini bosamiz va spesifikatsiyani tanlab olamiz. O'zi avtomatik ravishda yashik va kofelar miqdorini to'ldirib beradi. Quyida shoti-chota qismini nomenklatura ichidagi shoti-chota nomenklatura registrlaridan tortadi. Agar xohlasak, bu shotlarni qo'lda o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Ushbu operatsiyalarni bajarganimizdan so'ng записать, провести, debit kredit tugmalarini bossak, quyidagicha buxgalteriya проводкalarini ko'rishimiz mumkin. Endi esa asosiy oynaga qaytamiz va провести закрыть tugmasini bossak, hujjat quyidagi komplektatsiya nomenklatura hujjatlar qatorida ko'rinadi. Keyingi operatsiya turimizni yarata olamiz, sazza tugmasini bosamiz va yuqoridagi video operatsiya qismidan razu komplektatsiya operatsiya turini tanlab olishimiz mumkin. Nomer qismi o'zi avtomatik ravishda shakllanadi, sana esa kompyuterning sanasi bilan bir xil sanada bo'ladi. Agar xohlasak, sanani qo'lda o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Sklad qismiga o'tamiz va показать все tugmasini bosamiz. Ushbu ro'yxatdan kerakli ombor turini tanlab olishimiz mumkin. Подразделение qismida o'zimizga kerakli bo'lgan подразделениeni tanlashimiz yoki tanlamasligimiz ham mumkin. Komplekt qismida показать все tugmasini bosib, ushbu ro'yxatdan kerakli nomenklaturani tanlab olishimiz mumkin. Va количество qismida komplekt miqdori yoziladi va shoti-chota qismida kerakli buxgalteriya shotini tanlab qo'yamiz. So'ngra pastki qismga o'tamiz va добавить tugmasini bosib, quyida ko'rsatgan komplektimiz nimalarga bo'linayotganini ko'rsatishimiz mumkin. Количество qismida tovar miqdori ko'rsatiladi. So'ngra doля стоимость qismiga o'tamiz. Doля стоимость bu komplektdagi tovar summasini proporsiya bo'yicha tovarlar va materiallarga taqsimlash. Shoti-chota qismida o'zimizga kerakli buxgalteriya shotlarini tanlab qo'yishimiz mumkin. Barcha ma'lumotlarni kiritib bo'lganimizdan so'ng pastdagi kommentariya qismida qanaqadir izohlarimiz bo'ladigan bo'lsa, yozib qoldirishimiz mumkin. So'ngra записать, провести, debit kredit tugmalarini bossak, quyidagicha buxgalteriya проводкalarini ko'rishimiz mumkin. Asosiy oynaga qaytamiz. So'ngra yana bir shaklda bir nomenklaturani boshqa bir nomenklaturaga o'zgartirib qo'ysak bo'ladi. Buning uchun sazza tugmasini bosamiz va komplektatsiya operatsiya turi tanlanadi. Nomer qismi o'zi avtomatik ravishda shakllanadi, sana esa kompyuterning sanasi bilan bir xil sanada bo'ladi. Omborni tanlab olamiz va komplekt qismida показать tugmasini bosib, o'zimizga kerakli tovarni tanlab qo'yishimiz mumkin. Va количество qismida komplekt miqdori yoziladi. Va pastki maydonga o'tamiz, добавить tugmasini bosib, показать tugmasini bossak, quyidagi oynadan o'zimizga kerakli tovarni tanlab olishimiz mumkin. So'ngra количество qismida tovar miqdori yozib qo'yiladi. Shoti-chota qismi o'zi avtomatik ravishda shakllanadi, agar xohlasak, qo'lda o'zgartirib qo'yishimiz mumkin. Ushbu ma'lumotlarni kiritganimizdan so'ng записать, провести, debit kredit tugmalarini bossak, quyidagicha buxgalteriya проводкalarini ko'rishimiz mumkin. Shunda DSP4 dan 10 ta kamaydi va DSP25 5 ta ko'paydi. Endi asosiy oynaga qaytamiz. Agar bizga ushbu hujjatning bosma shakli kerak bo'ladigan bo'lsa, yuqoridagi pechat tugmasini bosib, komplektatsiya nomenklatura tugmasini bossak,
bizga quyidagi shaklda bosma shakli ko'rinadi. Agar xohlasak, buni 3 nuqtani bosib, saqlanish tugmasini bosib, o'zimizga kerakli formatda yuklab olishimiz mumkin yoki yuqoridagi pechat tugmasini bosish orqali qog'ozga chiqartira olishimiz mumkin.